Endi Allohning oyatlarini inkor qilib, uning payg'ambarlarini yolg'onga chiqarib, kufrlikda ching turganlarga kelsak, shubhisizki, ularning na pul-mollari va na bola-chaqalari ularni dunyo va oxiratda Allohning azobidan ozroqmi saqlab qololmaydi. Ular davzax ahlidir. Davzaxda mangu qoladi. Uningdan iliq deb qaragan yo'llar bilan xayri saxovatga sarf qilgan narsalari va ularning buningdan kutgan savobi o'ziga zulm qilgan bir qavmning shivirg'on shamol ushidib nobud qilayotgan ziroatiga o'xshaydi. Ya'ni xuddi Alloh ziroatni egisining gunohi sababli shivirg'onlik shamol bilan halok qilib, g'usulni kutib turayotgan egisini uningdan mahrum qo'yganga o'xshash shu kofirlarni kufrligi sababli xayri saxovatning manfaatidan oxiratda mahrum qo'ydi. Ularga Allohga amal qiladigan kishilar, sizlardan bo'lmaganlarni sirdosh qilib olmanglar. Ya'ni do'st tutib ularga sizlaringlarni aytmanglar yoki huquq mansab nupuz bermanglar. Chunki ular sizlarga din va dunyolikda buzg'unchilik qilishda hech bo'shib qolmaydi. Qo'lidan kelishicha yomonlik qiladi. Sizlarning din, dunyolik har ishinglarda mushaqqat tortishinglarni qattiq orzu qiladi va shuning uchun tirishchanlik ko'rsatadi. Sizlarga baloy ofat bo'ladigan ishlardan boshqaga maslahat bermaydi. Ularning islom va sizlarga bo'lgan o'chmanligi ularning eg'izlaridan chiqqan so'zlardan ma'lum bo'lib turadi. Ularning islom va sizlarga qarshi dilda yushirgan o'chmanligi va dushmanligi sizlar bilgandan cho'ngdir. Shubhisizki, bu haqda biz sizlarga do'st bilan dushmanni ayirishga va dushmanlarni do'st tutmaslikka nurg'unlagan dalil isbotlarni va ro'shan oyatlarni bayon qilib berdik. Agar sizlar aqlinglarni ishlatadigan bo'lsanglar, do'stlarni yaxshi ko'rmaydi. Sizlarga dushmanlik va o'chmanlik saqlaydi. Sizlar kitobning hammasiga to'liq ishonisizlar. Ular bo'lsa, yo sizlarga tushgan Qur'onga ishonmaydi, yoki sizlardek hammasiga to'liq ishonmaydi. Ahvol shundoq tursa, sizlar qandoqlarcha ularni do'st tutisizlar? Ular sizlar bilan uchrashganda, sizlarni aldash uchun eg'izining uchidilar. Bizmi iymon etdik, deydi. Sizlardan ayrilib xoli qolganda, islomning qudrat tepayotganligi, o'zlarining ojizlashganliklariga hasadlanib, sizlarga bo'lgan ochiqidan barmoqlarini tishlaydi. Sen ularga ochiqlar bilan o'linglar, ya'ni islomning g'alaba qilganligini, kufrlikning mag'lub bo'lganligini yaqinda hamon ko'rasizlar. Chidayolmasanglar, o'linglar degan. Alloh qalblardagi sirlarni biladi va har kimga uning qilgan yaxshi va yomon amaliga qarab mukofot yoki ey mu'minlar, ularning sizlarga bo'lgan o'chmanligi shu darajaga yetganki, sizlarga biror yaxshilik tegibli ketsa, ular buningdan qattiq qayg'urib ketadi. Agar sizlarga biror ziyon obdan yetsa, ular buningdan xushal bo'ladi. Agar sabr qilsanglar, ya'ni Allohning savobini ko'zlab toat ibodatlarni qilishda g'ayratli, gunoh ma'siyatlarni tashlashda irodalik, kulfatlarga chidamliq bo'lsanglar, Alloh buyurgan ishlarni o'rindash, to'sqan ishlarni tashlash orqali uningga taqvolik qilsanglar, jumladan ularni do'st tutishdan saqlansanglar, ularning hilasi sizlarga qilchi ziyon yetkazolmaydi. Alloh ularning hilasini barbod qiladi. Shaksizki, Alloh u kofirlarning barliq buzg'unchilik qilmishlarini ilmi bilan to'liq qorshab turg'uchidir. Ularga shu qilmishiga tegishli jazo beradi. Shunga kofirlarni yaxshi ko'rishdan, musulmonlarning sirini ularga bildirib qo'yishdan ehtiyot qilinglar. Ey payg'ambar, ayni vaqtni yodingga keltirginki, sen atiganda oilangdan mu'minlarni islom dushmanlari bo'lgan mushriklarga qarshi jang qilishga turg'izish va ularni o'zing muvofiq yerlarga o'rinlashtirish uchun chiqdim. Alloh sizlarning qilgan so'zinglarni anglab turg'uchi va niyatlaringlarni bilib turg'uchidir.